Assalomu alaykum. 4-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi 4-darsimizda biz ikkinchi mashqimizni olib boramiz. Ikkinchi mashqimiz nimadan iborat? Ikkinchi mashqimiz qoshni to'g'ri ko'tarish va qosh ko'tarishni nazoratga olishni o'rganishga qaratilgan bo'ladi. Bu nimaga deb so'rasanglar, sababi bu yerdagi katta frontalis deb ataladigan mushagimiz bor. Bu mushakka biz постоянно qoshni ko'tarib tushirgan paytimizda bu yerda siniqlar paydo bo'lib va doimiy shu narsani qaytarganimiz sababli xuddi qog'ozni buklab turib qog'ozga tushirilgan chiziqqa o'xshab peshonaga chiziq tushib boradi. Biz endi nima qilishimiz kerak? Bu yerga biz signal berib, frontalis mushagini bosib ushlab turib, qoshni ko'taramiz. Shunda bu mushakka senda chiziq bo'lishi shart emas degan narsani singdirib boriladi. Va shundan keyin siz qoshingizni ko'tarsangiz ham bu yerga chiziq tushmasligiga sabab bo'ladi. Buni biz doimiy bajarib yuramiz va buni qanday bajarilishi kerakligini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik mashqni bajarishga. Qoshni ko'taramizda qo'llarimiz mushakni bosib ushlab turadi. Bu narsa mushakka bukilmaslikni o'rgatadi. Keyinchalik siz qoshingizni ko'tarsangiz ham asosiy mushagingizga chiziq tushmasligiga sabab bo'ladi. Ushlab turamiz, nafas olishni unutmaymiz. Endi qo'yib yuboramiz. Demak, mana shu mashqni kuniga 2 marta bajarasiz, ertalab va kechqurun 3 marotabadan. Keyin kun davomida agar siz qoshingizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, buni nazoratga oling va ko'tarmaslikka imkon qadar harakat qiling. Agar hayratlanib yoki qanaqadir iboralar qilmoqchi bo'lsangiz, tezlik bilan qoshingizni yana orqaga tushirishga harakat qiling. Demak, biz buni davomiy kun davomida bajarib yurish orqali yaxshi natijaga erishamiz. Siz ham shunga harakat qiling. Keyingi darsda biz nimani ko'rib chiqamiz? Keyingi darsda peshonani silliqlovchi mashqni ko'rib chiqamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.